Amaliy mashg'ulot. Mavzu: matn shaklini o'rnatish. Bir va ko'p qatorli matn yozish buyruqlari. Mashg'ulot rejasi: birinchi, matn shaklini o'rnatishni ko'rib chiqamiz. Ikkinchi, bir qatorli matn yozish buyrug'ini o'zlashtiramiz. Uchinchi, ko'p qatorli matn yozish buyrug'ini o'zlashtirib chiqamiz. Birinchi, matn shaklini o'rnatish. Barcha mashinasozlik chizmalarini chizishdan avval matn shaklini o'rnatib olish kerak bo'ladi. Chunki ishchi chizmalarda albatta matnlar, ilovalar, raqamlar, turli belgilar va simvollardan ko'p hollarda foydalanib turiladi. Detalni tayyorlash uchun uning o'lchamlari qo'yilganda, asosiy yozuv, burchak shtamp to'ldirilganda, jadvallar yoki spetsifikatsiya to'ldirilganlarda matnlar yoziladi. Bunday hollarda matnning shakli davlat standartiga mos kelishi kerak bo'ladi. AutoCAD tizimida juda ko'p matn shakllari yaratilgan bo'lib, ulardan faqat O'zbekiston davlat standarti 2304/96 da qabul qilingan matn shaklini o'rnatishimiz lozim bo'ladi. Ushbu davlat standartida qabul qilingan matn shakli AutoCAD tizimiga kiritilgan bo'lib, uning nomi ISO Copier deb yuritiladi. AutoCAD tizimida matn yozish uchun 2D text va M-text buyruqlari yaratilgan. Ular bir-biridan juda ko'p bo'lmasa-da farqlanib turadi. D-text buyrug'i bir qatorli matn buyrug'i deb yuritilsa, M-text esa ko'p qatorli matn buyrug'i deb yuritiladi. Mana endi sizlar bilan biz hozir matn shaklini o'rnatishni ko'rib chiqamiz. Matn shaklini o'rnatishni biz menyular qatoridan format bo'limini ochamiz. Format bo'limini ochganimizdan so'ng undan stil teksti, ya'ni matn shakli yuklanadi. Yuklangandan so'ng tekst va stili muloqotlar oynasi ochiladi. Bu yerga biz yangi O'zbekiston davlat standartini kiritamiz. Mana ochdik. Novi tekst va stil nomini so'rayapti. Email stil edi. Bu yerga biz O'zbekiston klaviatura orqali O'zbekiston davlat standarti 2304 ikki nuqtani o'qimaydi AutoCAD dasturi, teriya qo'yamiz, 96 yozib kiritamiz va OK tugmani bosamiz. Undan so'ng mana tekishi tekst va stil O'zbekiston davlat standartiga muvofiq tuzilyapti. Mana nomini yozib qo'ydi. Mana bu yerda ham. Endi все stili deyapti. Mana e'tibor beringlar, mana bu yerda matn shakli. Bu email shriftida Arial qo'yilgan. Arialda matnning shakli mana shunday. Biza chizmalar chizishda, matnlar yozishda bu shriftdan foydalanmaymiz. O'zimizni qabul qilgan davlat standartida qabul qilingan shriftlarni o'rnatib olishimiz kerak. Uning uchun email shriftidagi mana shu tugmani bosamiz, uning ro'yxati ochiladi. Ro'yxat ochilgandan keyin bu yerda alfavit ketma-ketligida qo'yilgan, bosib turamiz buni va bundan ISO Copier'ni topib qo'yamiz. Mana ISO Copier. Aynan shuni qo'yishimiz kerak. Endi mana kuzatish oynasiga e'tibor beringlar. Bizda qabul qilingan davlat standartidagi harflar, raqamlar shu yerda belgilangan. Endi Google nakloniga 15 qo'yamiz. 15. Bu yerda 15 vertikal, ya'ni Y chiziqqa nisbatan harf 15 gradusda og'ma bo'ladi. Bunda X ga nisbatan 75 gradusda og'ma vaziyatda joylashadi. Vusataga harfning balandligiga hech qanday o'lcham qo'ymaymiz va bu yerda preminit qilamiz hamda zakrit qilamiz. Shu bilan biz matn shaklini o'rnatib oldik. Bir qatorli matn yozish buyrug'i. Uning tugmasi mana shunday ko'rinishga ega. Klassik AutoCADning risovaniya asboblar paneliga bu qo'yilmagan. Inglizcha D-text, ruscha nomi D-text. Ushbu buyruqdan faqat klaviaturada
mavjud bo'lgan barcha raqamlar, harflar va belgilardan foydalangan holda bir va undan ortiq qatorli matnlarni yozish mumkin. Har bir yozilgan matn so'zi alohida obyekt sifatida shakllanadi. Bu degan so'z har birini alohida tahrirlash mumkin degani. Mazkur buyruq quyidagi usullarda yuklash mumkin. Demak, birinchi, menyular qatoridan risovaniya bo'limi ochiladi. Undan tekst so'zi chiqadi. Tekstni однострочный bandi e'lon bilan kiritiladi. Ikkinchi, sharhlovchi menyudan risovaniya, undan tekst, so'ng однострочный bandi e'lon bilan kiritiladi. Mana shunga e'tibor beringlar. Bu sharhlovchi menyudan deganda faqat AutoCAD dasturini 2007, 8, 9 yillardagi versiyalarida mavjud. 10-yildan boshlab bu usul olib tashlangan. Uchinchi, klaviatura orqali ostki chiziq D tekst so'zi terib kiritiladi, so'ng enter tugma bosiladi. Natijada buyruq yuklanadi. Yoki bo'lmasam ruscha kiritish mumkin. Klaviatura orqali D tekst so'zi terib kiritiladi, so'ng enter tugma bosiladi. Natijada biz bir qatorli matn buyrug'ini shu usulda yuklaymiz. Dastlabki bir qatorli matn buyrug'i 1981-yilda AutoCAD dasturining birinchi versiyasidan hozirgacha qo'yilgan bo'lib, bundan juda keng foydalanish mumkin. Bir qatorli matn yozish buyrug'i. Uni yuklash uchun biz klassik AutoCADni menyular qatoridan risovaniya bo'limini e'lon yordamida ochamiz. Ochilgan ro'yxatdan tekst bo'limi e'lon bilan belgilanadi. Bu yerda bizga AutoCAD dasturi, demak, mnoгострочный va однострочный funksiyalarini tavsiya etadi. Bizga однострочный kerak, mana belgilaymiz, ya'ni bir qatorli. Endi e'tibor beringlar. Tekushий tekstoviy stil O'zbekiston davlat standarti 2304-96. Vысота teksti 2,5 deb bizga ma'lumot beryapti. Demak, biz avvaldan matn shaklini kiritib qo'yganmiz. Начальная точка teksti. Matnni boshlanish nuqtasini kiriting deyapti. Mana belgiladim e'lon yordamida. Endi vысотani bizga 2,5 beryapti. Masalan, biz 5 kiritamiz. Balandligini, matnning balandligini 5 kiritdik. Угол поворота teksti deyapti. Mana e'tibor beringlar. Угол поворота teksti 0 deyapti. Enter tugmani bosamiz. Endi matnni kiritamiz. Masalan, chizdi. Endi misol uchun shu yerda matnni to'xtatdim, kursorni misol uchun qayerga olib kelib qo'ysam, o'sha yerdan boshlab ketadi. Men kursorimga e'tibor bering. Men shu yerga qo'ydim. Mana kursor chiqdi. Masalan, tekshirdi. Tekshirdi so'zi chiqdi. Masalan, mana bu yerga qo'ydim kursorni. Qabul qildi. Va hokazo. Endi agar buyruqdan chiqmoqchi bo'lsam, 2 marta enter bosaman. 1 marta enter bosdim, mana ikkinchi marta enter bosdim. Boya aytganimizdek, har bir obyekt alohida. Bir qatorda turgan obyektlarning o'zi har biri alohida. Bularni tahrirlash mumkin. Endi biz ushbu buyruqni boshqa funksiyalarini ko'rib chiqamiz. Mana risovaniya bo'limini ochdim. Bu yerdan tekst tanladim, однострочный tanladim. Endi bizga начальная точка kerak, boshlang'ich nuqta. Masalan, shu yerga kiritdim. Balandligini misol uchun klaviatura orqali 7 kiritaman, enter tugmani bosaman. Угол поворота biz hozir 0 gradusda qilgan edik. Endi bu yerda 90 kiritaman. Mana 90, enter tugmani bosdim. Endi bu yerda masalan shunday so'z yozish kerak, masalan rasm yozib bo'ldim. Enter tugmani bir marta bosaman, yana bir marta bosaman, 90 gradusda obyektni burib qo'ydi. Istagan burchagingizni kiritishingiz mumkin. Masalan, mana yana buyruqni yuklayman. Tekst tanlayman, undan однострочный funksiyasini tanlayman. Mana belgiladim. Belgilaganimdan keyin balandlik masalan kiritdim, mana 10 mm kiritdim, enter tugmani bosdim. Endi 180 gradus kiritaman, enter tugmani bosaman. Masalan, muhandislik grafikasi, mana nuqta qo'ydim, 01 nuqta qo'ydim, 12 nuqta qo'ydim,
0,1. Demak, enter tugmani bosdim. Yana bir marta enter bosdim. Ko'rib turibsizlarki, 180 gradusda matnni burib bizga kiritib berdi. Ko'p qatorli matn yozish buyrug'i. Mazkur buyruqning tugmasi mana shunday ko'rinishga ega. Bu risovaniya panelida, ya'ni chizish panelida joylashgan. Inglizcha buyruqni yuklamoqchi bo'lsangiz, ost-ktiriya mtext so'z terib kiritiladi va enter tugma bosiladi. Natijada buyruq yuklanadi. Ruscha kiritsangiz mtext kiril harflarida kiritasiz va enter tugmani bosasiz, natijada buyruq yuklanadi. Bu esa LM yordamida yuklanadi. Ushbu buyruq yordamida bir va ko'p qatorli matnlar hamda klaviaturada bo'lmagan belgilar va simvollarni kiritish mumkin. Ko'p qatorli matn buyrug'i LM yordamida yuklanadi. Undan so'ng ushbu mana bu kursorga e'tibor bering. Mana shunday kursor bilan chizma maydonining kerakli joyida birinchi burchak, mana bu burchak birinchi burchakni belgilab olsa, LM yordamida kiritiladi va ikkinchi burchak, mana bu burchak ham LM bilan kerakli joyda kiritiladi. Mana endi sizlar bilan biz ko'p qatorli matn yozish buyrug'ini ko'rib chiqamiz. Matn yozish buyrug'ini demak risovaniya panelida joylashgan bo'lib, mana bunday A harfi o'rnatilgan. Mana belgiladim. Belgilaganimdan so'ng menda komanda mtext tekstoviy Tekushий текстовый стиль 2 O'zbekiston davlat standarti vысота 10 beryapti. Первый угол. Birinchi burchakka beraman. Masalan, mana 4 burchak ichiga matn yozishim kerak. Mana birinchi burchagini belgiladim. LM yordamida diagonal bo'yicha tortaman. Ikkinchi burchagini belgilayman. Undan so'ng menda mana bu muloqotlar oynasi chiqadi. Ushbu muloqotlar oynasiga e'tibor bersanglar, mana bu yerda bizda o'rnatilgan tekstoviy stil. Mana shu o'rnatilgan O'zbekiston davlat standarti. Matn shakli ISO kupyur avvaldan biz siz bilan yuklab qo'ygan edik buni endi. Matnni o'lchamiga e'tibor beramiz. Balandligi 15 mm, eni 70. Demak, bu yerda biz 7 mm kiritamiz. Klaviatura orqali 7 kiritdik. Kursorni shu yerga qo'yib bir marta bosamiz. Masalan, kompyuter grafikasi KG yozishim kerak nuqta 01 nuqta 15-variant nuqta 01 misol. Mana matnni kiritib oldim belgilangan 4 burchak ichiga. Endi buni joylashtirishim kerak. Buning uchun ushbu mana bu A tugma выравнивание mtextda bo'limini ochaman. Ochdim. Hozir menda faol вверх-влево, ya'ni chap yuqori qismida turibdi bu. Men середина по центру tanlab olaman, belgilab oldim. Mana ko'ryapsizlar, mana shu belgilangan ramkani ichiga o'rtasiga joylashtirib qo'ydi. Undan so'ng OK tugmani bosaman. Mana o'rtasiga qo'yib qo'ydi. Endi masalan burchak shtampi, familiya yozadigan qismi burchak shtampida balandligi 5 mm, eni esa 23 mm ga teng. Mana shu qismida men matnni to'ldirishim kerak. Matnni to'ldirish jarayonida bu ramkalar o'lchami nihoyatda kichkina bo'lganligi uchun buni kattalashtirib olsak bo'ladi, показать raмкой. Mana demak, mana shunday qilib kattalashtirib oldim. Buyruqni yuklayman, yukladim. Yuklaganimdan keyin birinchi burchakka beraman, mana birinchi burchak. Ikkinchi burchakni beraman, mana diagonal bo'ylab ikkinchi burchakka berdim. Endi bu yerdan balandligini o'zgartiraman. Mana bu tugmani bossanglar, o'lchamlari ham bor. Masalan, balandligini 2,5 mm kiritaman. Kiritdim. Kiritganimdan so'ng bu yerga kursorni qo'yib turib matn yozaman. Masalan, matn menda familiyamni kiritaman. Mana Karimov. Karimov A. Endi buni joylashtiraman shu ramkani ichiga. Qanday qilib joylashtiraman? Buning uchun выравнивание mtextdan ochaman. Masalan, середина влевani tanlayman. Mana bu matn o'rtadan boshlanyapti hamda chap tomondan boshlanyapti. Matnni kiritib bo'ldim. OK tugmani bosaman.
Mana shunday vaziyatda demak ko'p qatorli matn yozish buyrug'idan foydalanishimiz mumkin. Endi e'tibor berasizlar. Burchak shtampini mana avvaldan chizib qo'yganman. Burchak shtampini to'ldirishim kerak bo'ladi. Burchak shtampini to'ldirish uchun obyektni kattalashtirib olaman. Birinchi navbatda buyruqni yukladim mana. Buyruqni yuklayapman. Bu yerga mana shu qismiga birinchi burchagini belgiladim. Bu yerga ikkinchi burchagini belgiladim. Balandligini o'rnataman. Balandlik 2,5 mm ga teng. Chunki bu balandligi bu yerda 5 mm teng. 2,5 qilib olamiz. Masalan, chizdi so'zini kiritishim kerak. Chizdi. Endi buni o'rtaroqqa joylashtirishim mumkin. Seredina под центру. Mana o'rtaga joylashtirdim. OK tugmani bosdim. Undan keyin yana buyruqni yuklayman. Birinchi burchagini belgilayman, familiya yozadigan qismini. Keyin ikkinchi burchagini belgilayman. Mana belgiladim. Undan so'ng matnni qo'yib qo'yaman, masalan 2,5 mm da. Bizga har safar 10 berayotganimiz sababligi bir qatorli matnda biz 10 qo'yib qo'ygan edik. Balandligini oxirgi matn yozganimizda. Shuning uchun har safar 10 beryapti. Demak, biz bu yerda matn balandligini to'g'rilab turishimiz kerak. Endi bu yerga chizdi. Masalan, Abdullayev. Masalan, mana Farhod Ubaydullayevich. E'tibor beringlar, ramkaning ichiga matn sig'madi. Endi nima ish qilaman? Buni ramkaning ichiga sig'dirish imkoniyati bor. Matnni belgilayman, mana belgilayman e'lon yordamida. Mana bu qismidan matnni stepen shatiyada belgilayman. Mana 0,9 ga o'tdi. Ko'rdinglarmi, sig'di. Mana 0,8 olishim mumkin. Yoki bo'lmasam 0,7. Boya biz 1 da ishlagan edik, mana 0,8 da ham sig'yapti. Endi bu yerdan matnni o'rtaga joylashtiraman, seredina под центру funksiyasida. Joylashtirganimdan so'ng OK tugmani bosaman. Mana ko'rib turibsizlarki, familiyam shu ramkaning ichiga sig'magan edi. Endi stepen shatiyada qilib, ya'ni matnni enini qisqartirib, biz bu yerga bemalol nimani yozishimiz mumkin ekan. Endi mana burchak shtampini qolgan qismini mana bu joyini to'ldiraman. Masalan, mana buyruqni yukladim. Yuklaganimdan so'ng birinchi burchakni belgilayman, ikkinchi burchakni belgilayman. Ya'ni ramka ichiga yozadi AutoCAD dasturi. Masalan, bizga bu yerda hozir matnning balandligini misol uchun 3,5 kiritaman. Mana 3,5 kiritdim. Kursorni qo'yib bir marta bosaman. Bu yerga yozaman. Qo'shtirnoq ichida chizma geometriya va kompyuter grafikasi kafedrasi. Kafedrasi so'zini yozdim. Endi buni ramkaning ichiga joylashtirishim kerak boyagiday. Demak, bu yerdan seredina под центрuni oldim. Seredina под центрuni olgandan keyin OK tugmani bosaman. Mana ko'rib turibsizlarki, shu tartibda biz burchak shtamplarini yoki bo'lmasam boshqa matnlarni kiritishimiz kerak bo'ladi. E'tibor bersanglar, faqatgina belgilangan ramka ichiga yozar ekan. Mana hozir misol uchun bizda ramka yo'q deb faraz qilaylik. Masalan, mana buyruqni yukladim. Mana bu yerda birinchi nuqtani belgiladim. Mana bu yerda ikkinchi diagonal bo'yicha belgiladim. Mana shu belgilangan to'rt burchak ichiga matn yozish kerak. Matnning balandligini masalan 7 mm oldim. Endi kursorni qo'yib bir marta bosaman-da, undan so'ng matn kiritaman. Masalan, qopqoq so'zini qopqoq. Endi biz buni boyaga belgilagan ramka ichi markaziga qo'yishimiz kerak. Mana belgiladim. Qopqoq, masalan, detal nomi OK tugmani bosdim. Mana shunday qilib biz matnlarni yozish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Mana hozir endi biz boshqa simvollardan foydalanishni ko'rib chiqamiz. Buyruqni yukladim. Mana yukladim.
birinchi nuqtani bu yerga qilib oldim, ikkinchi nuqtani bu yerga qo'yib oldim. Endi masalan burchak kiritishim kerak. Buning uchun mana bu kuchukcha belgisini ochaman. Kuchukcha belgisini ochganimdan keyin ugl, uning ochilgan ro'yxatidan ugl olaman. Mana belgi qo'ydi, burchak 30 misol uchun gradusga teng. Mana bu belgini yana kuchukcha belgisini ochib turib, bu yerdan gradus tanlayman. Mana gradus, e'tibor beringlar, klaviatura orqali 2% va D kiritsa gradus beradi. Mana OK tugmani qo'ydim. Mana shunday qilib, demak, boshqa belgilardan foydalanishimiz imkoniyatiga ega bo'lar ekan. E'tiboringiz uchun rahmat. Shu bilan 10-amaliy mashg'ulotimiz tugadi. Amaliy mashg'ulotni Alisher Karimov tayyorladi va olib bordi.